Men sizga sekundiga 220 kilometrlik surat bilan olamda uchyapsiz desam ishonamsiz. Menimcha nurg'uninglar bu bir quruq parang'u deyishinglar mumkin. Lekin amaliyotda bu dal haqiqat shu. Hozir siz bayamqi o'rningizda emas. Chunki yer shari o'z o'qida har sekundiga 460 metrlik suratda aylanadi. Yer shari yana har sekundiga 30 kilometrlik surat bilan quyoshni aylanadi. Quyosh bo'lsa samo yo'li sistemasining markazini cho'rdab sekundiga 220 kilometrlik surat bilan aylanadi. Mundaq deganda bu filmni ko'rgan 20 sekundda siz allaqachon samo yo'li sistemasining markaziga qarab 4400 kilometr yo'tkilib bo'lgan bo'lasiz. Ammo sizda hech qanday tuyg'u yo'q. Eng odamni hayron qoldirdig'ini siz hozir besib o'tgan har bir qadam samo yo'li sistemasida tussizlikli yo'lni emas, balki burma-somansizlikni shakllantiradi. Lekin mundaq bir masala bor. Agar biz shuncha tez surat uchayotgan bo'lsak, nima uchun hech narsani his qila olmaymiz? Bizning zodi qanday narsa qo'llab turdi? Buning uchun avval bizga eng tonish bo'lgan jo'g'rafiya kitobdagi quyosh sistemasining taxlidiy shaklini unutib ketishimiz kerak. Chunki bu taxlidiy shaklda quyosh chambarning markazida jimma turadi. Sayyorlar bo'lsa uni chambar shaklida cho'rdab aylanadi. Lekin haqiqiy ahvol undaq emas. Biz nazarimizni samo yo'li sistemasining markaziga oldirsak, shundala quyoshning atrofidagi sayyorlarni ilib, soatiga 79 ming kilometrlik qo'rqinchli surat bilan samo yo'li sistemasini cho'rgilayotganligini bayqaymiz. Yer shari, Mars, Yupiter qatorliqlarning hammasi ko'rinmas arg'amchida bog'lab qo'yganda quyosh atrofida aylanib turib samo yo'li sistemasining markaziga qarab yo'tkiladi. Bu jarayonda bizning shakllantirganimiz hargizmi yepiq holatdagi chambar emas, balki mangu keyni qayt qilib bo'lmaydigan burma-soman holat. Undaqda bizning suratimiz zoti qanchalik tez? Bizning har hafta samo yo'li sistemasidagi besib o'tadigan orliqimiz hisobda yer shari bilan quyoshning orliqiga barobar. Har bir 1400 yilda biz oldimizga bir nur yilmag'amiz. Lekin bizning suratimiz qancha tez bo'lsa-mu, samo yo'li bekla cho'ng bo'lganligi uchun quyosh sistemasining samo yo'li sistemasida bir qitim aylanish uchun 240 million yil vaqt ketdi. Bundaq deganda quyosh sistemasi shakllanib, hozirgacha biz faqat 20 qitim samo yo'li sistemasini aylanib bo'ldik. Undaqda bizlar shundaq tez suratda aylanib yo'q. Amaliyotda olimlar kuzatib bizning atrofimizdagi 75 ming dan turg'u yulduzning ana shundaq tez suratda aylanayotganligini, hatto ba'zilarining tez suratda aylanib samo yo'li sistemasidan chiqib ketayotganligini bilgan. Lekin bayamqi masala kelsak, nimishqa shuncha tez suratda mangsaqmi biz bir narsaga so'qilib ketmaymiz yoki hech qanday tuyg'uni his qila olmaymiz. Amaliyotda bizning quyosh sistemamiz o'ziga intayin qaltis bo'lgan mudofaa sistemasini hazırlagan. U bo'lsa-mu dal Richardson deb atalgan narsa. Bu narsa intayin cho'ng bo'lgan nefis ko'pikchiga o'xshaydi. O bizning ichiga elib nayt yaxshi qo'g'daydi. Undaqda bu qo'g'dash qavati qanday holatda, qanday shakllangan? Shakl jihati biz nayt tez uchiqanligimiz uchun u tuxum shaklida bo'lib, shakli quyruqli yulduzga o'xshaydi. Uning shakllanishi bo'lsa butunlay quyosh bilan munosabatlik. Siz ko'rolmaydigan quyosh qavatida har sekundiga 1 million tonnadan ortiq modda qo'yib berildi. Quyosh o'z o'qida aylanganligi uchun quyoshdan qo'yib berilgan bu quyosh bo'roni aylanma holatda tarqaladi. Bu bo'ron sekundiga necha yuz kilometrlik surat bilan tarqalishga sirtqa nisbatan intayin cho'ng besimni hosil qilgan. Shu sababdan sirtdan kirmoqchi bo'lgan moddalarni to'sib bu xil qo'g'dinish qavatini shakllantirgan. Mazmunning oxirida men bir o'ylantiradigan masala ustida sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Sizning boshdagi iliqi har sekundiga 220 kilometrlik surat bilan menayotganingiz esingizdami? Undaqda bu nimadan derak berdi? Amaliyotda bu dal o'tmish haqiqatan bizning keynimizda ishkanligidan derak berdi. 5 sekund sanab bo'yicha siz bir degan joydan 1100 kilometr yiroqlab bo'lgan bo'lsiz. Biz olamga nisbatan tug'ma sargardan hisoblanamiz. Azaldan olamning ma'lum joyida to'xtab baxmagan. Bizni qo'g'dayotgan qo'g'dash qavati dal bu qitimliq sayohatdagi poyezdning shamol to'sadigan aynikiga o'xshaydi.